Assalomu alaykum. Hurmatli podpischilar, bugun men sizlarga bitta Связь со спутниками установлена. bitta funksiyani ko'rsatmoqchi edim. Follow me home degan funksiyasi bor. O'shani qanday yoqishni birinchi marta qanday foydalanishni bilmaganlar uchun настройкasiga kiramiz. Освещение экрана. Follow me home. 30 sekund tanlaysiz. 30 sekund tanlaysiz. Endi o'chiramiz. Ana da ближний свет yo'q qo'yasan. Ближний свет yo'q qo'yasan. Kaliti bilan quflaymiz. Qufladik mana. Follow me home ishlayapti. 30 sekund yontiradi. Bilmaganlar uchun gabarit chiroqni yoqsangiz yonmasligi mumkin, ishlamasligi mumkin. Menda bu funksiya ishlamayapti deb qo'rqib ketmangizlar. Ближний свет yoqib qo'ysalaringiz 30 sekund yonib turadi mana. Xohlaganicha boradigan joylariga boraveradi, o'sh. Pulishdan ochamiz. Ochganda ham yonib turadi. Ochganda mana shuni yonib turadi. 30 sekund yonib turadi.